Birinchi, islomga josuslik qilayotganlarni Alloh halok qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'rinishini namozga kiryapman deb musulmonlarning o'rtasini fitnaga solib, shunday qilayotganlarni Alloh subhanahu va taolo tuzalmas dardlarga giriftor qilsin. Alloh subhanahu va taolo shunday farzandlarni tarbiya qilishlikni Alloh hech qaysimizga nasib qilmasin. Alloh subhanahu va taolo agar farzandlarimizdan din bilan kurashadigan avlodni bo'lishligini iroda qilsa, o'zi halok qilib yoshligida yo'qotib yuborsin. Alloh subhanahu va taolo zurriyotimizdan dinga yordam beradigan kishilarni chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo din islomni o'zi himoyasiga olgan, o'zi himoya qilsin. Birinchi